Birinchi bob. Startap g'oyasini topish va baholash. Startapning muvaffaqiyati uni poydevori bo'lmish g'oyada yotadi. Ammo yaxshi g'oya topish oson emas. Uni baholash va amalga oshirish esa yanada murakkab. Bu bobda biz startap g'oyasini qanday topish, uni bozor nuqtai nazaridan tahlil qilish va muvaffaqiyatlilik darajasini aniqlash bo'yicha qadam-ba-qadam yo'l yo'riq beramiz. Haqiqiy misollar, amaliy maslahatlar va umumiy xatolardan qochish usullari bilan siz o'z g'oyangizni sinab ko'rishga tayyor bo'lasiz. G'oya nima va qanday topiladi? Startap g'oyasi bu bozordagi muammoni hal qiluvchi yangi yoki innovatsion yechim. Yaxshi g'oya odatda oddiy hayotiy muammolardan ilhom oladi. Masalan, Facebookning asoschisi Mark universitetda talabalar o'rtasida aloqa muammosini sezdi. U talabalarni bir-biriga bog'laydigan platforma yaratdi. Bu esa universitet doirasidan chiqib, milliardlar foydalanuvchiga xizmat ko'rsatuvchi tarmoqqa aylandi. G'oya topish uchun quyidagi usullarni qo'llashingiz mumkin. Hayotiy muammolarni kuzating. O'zingiz yoki atrofdagilar duch kelayotgan muammolarni yozib boring. Misol uchun, agar siz har kuni taksi topishda qiynalsangiz, bu startap g'oyasi uchun ishora bo'lishi mumkin. Misol, Uber shunday boshlagan. Shaxsiy tajribadan ilhom oling. O'zingiz yaxshi biladigan sohada muammo bormi? Masalan, agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, ta'lim sohasidagi muammolarni hal qiluvchi g'oya topishingiz mumkin. Trend va texnologiyalarni kuzating. Google Trends, X platformasi yoki soha yangiliklarini o'rganib, qaysi sohalarda talab oshayotganini bilib oling. Masalan, sun'iy intellekt, ya'ni AI yoki barqarorlik bugungi kunda trendda. Mijozlar bilan suhbatlashish. Potensial mijozlar bilan gaplashib, ularni muammolarini aniqlang. Bu haqida keyingi bobda batafsil gaplashamiz. Endi siz uchun amaliy maslahat bor. Bir hafta davomida har kuni 10 ta g'oyani yozing. Ular mukammal bo'lishi shart emas. Maqsad miyangizni ijobiy fikrlashga o'rgatish. Muammoni aniqlash, bozor tadqiqot usullari. G'oya topishning birinchi qadami muammoni aniqlash. Bozor tadqiqoti bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Quyidagi usullar yordam berishi mumkin. So'rovlar. Google Forms yoki Typeform yordamida potensial mijozlardan so'rovnoma o'tkazing. Masalan, agar siz oziq-ovqat yetkazib berish startapini rejalashtirayotgan bo'lsangiz, odamlardan yetkazib berishda qanday muammolar bor deb so'rashingiz mumkin. Intervyular. 10-15 ta potensial mijoz bilan yuzma-yuz yoki onlayn suhbatlashish. Masalan, Airbnb asoschilari sayohatchilar va uy egalaridan muammolarini so'rab, ularning ehtiyojlarini aniqlagan. Google Trends. Qaysi kalit so'z yoki muammolar bo'yicha qidiruv oshayotganini tahlil qiling. Masalan, onlayn ta'lim so'rovlarini o'sishi Coursera kabi platformalarni ilhomlantirgan. X platformasida tahlil. X'da odamlarning muammolarini muhokama qilayotgan postlarni o'rganing. Masalan, startap hashtagi yoki biznes hashtaglarini kuzatib, trendlarni aniqlang. Slack korporativ chat platformasi asoschilari dastlab video o'yin ishlab chiqishgan, lekin jamoa ichidagi aloqa muammosini sezib, uni hal qilish uchun Slackni yaratdilar. Ular bozor tadqiqoti orqali korporatsiyalarda samarali aloqa vositalariga ehtiyoj borligini ham aniqlab olishdi. G'oyani baholash, SWOT tahlili. G'oyangizni baholash uchun SWOT tahlili eng samarali vositalardan biridir. Bu sizning g'oyangizni kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, bozor imkoniyatlari va xavf-xatarlarni aniqlashda yordam beradi. Keling, Tesla'ni elektr avtomobillari g'oyasini misol qilib ko'raylik. SWOT so'zidagi har bitta harfning o'zining ma'nosi bor. Misol uchun S bu kuchli tomonlar degani. Elektr avtomobillari ekologik toza, tejamkor va zamonaviy texnologiyaga asoslangan. W zaif tomonlar. Yuqori narx, cheklangan batareya masofasi va ishlab chiqarish qiyinchiliklari. O bu imkoniyatlar, barqarorlik trendini o'sishi, davlat subsidiyalari va neft narxining ko'tarilishi. T bu xavf-xatarlar, an'anaviy avtomobil ishlab chiqaruvchilarning raqobati va texnologik muammolar. O'z g'oyangiz uchun SWOT tahlilini qog'ozda yoki Excelda yozing. Har bir bo'limga kamida 3 tadan 5 tagacha band qo'shing. Masalan, agar siz oziq-ovqat yetkazib berish startapini rejalashtirsangiz, tezkor yetkazib berish kuchli tomon, yuqori logistika xarajatlari esa zaif tomon bo'lishi mumkin. Umumiy xatolar haqida gaplashamiz. Nusxa olishdan qochish. Ko'p startapchilar boshqalarning muvaffaqiyatli g'oyalarini ko'chirishga urinadi, lekin bu xato.
Masalan, MySpace va Facebook o'rtasidagi farqni ko'raylik. MySpace ijtimoiy tarmoq sifatida birinchi bo'ldi, lekin foydalanuvchi tajribasiga e'tibor bermadi va tartibsiz dizaynga ega edi. Facebook esa oddiy interfeys, universitetlarga yo'naltirilgan strategiya va foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashish orqali o'ziga xoslikni ta'minladi. Natijada Facebook global platformaga aylandi. MySpace esa yo'qoldi. Muvaffaqiyatli startapni nusxalash va o'ziga xos qiymat yaratmaslik bu xato. Bunga yechim sifatida o'z g'oyangizga noyob element qo'shing. Masalan, agar siz O'zbekistonda yetkazib berish startapini ochmoqchi bo'lsangiz, mahalliy ovqatlarga fokuslanishingiz yoki qishloq joylarga yetkazib berish kabi farq qo'shishingiz mumkin. G'oyangizni sinab ko'rish uchun uzoq vaqt kutish kerak emas. 7 kunlik reja bilan boshlang. Birinchi-ikkinchi kuni muammoni aniqlab, 10 ta potensial mijoz bilan suhbatlashing. 3-4 kuni g'oyangizni oddiy tarzda tasvirlang. Masalan, bitta sahifalik veb-sayt yoki infografika. Bu sizni g'oyangizni vizual tarzda sinashga yordam beradi. 5-6 kuni so'rovnoma yoki landing page orqali qiziqishni o'lchang. Masalan, ushbu xizmatdan foydalanmoqchimisiz deb so'rang. Startap g'oyasini topish bu ijodiy va tahliliy jarayon. Muvaffaqiyatli g'oya hayotiy muammolardan kelib chiqadi. Bozor tadqiqoti bilan mustahkamlanadi va SWOT tahlili orqali baholanadi. O'zbekistonda mahalliy bozor ehtiyojlariga mos g'oyalar, masalan, qishloq xo'jaligi texnologiyalari yoki onlayn ta'lim platformalari katta potensialga ega. Keyingi qadamda g'oyangizni bozorga moslashtirish va mijozlarni tushunish haqida gaplashamiz. Bu bob uchun amaliy topshiriq. Bugun o'zingiz yoki atrofingizdagi 3 ta muammoni yozing. Ularni SWOT tahlili orqali baholang va bittasini tanlab 7 kunlik sinov rejasini tuzing. Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi bobga o'tamiz.